Assalomu alaykum. Efirda Ayol va jamiyat ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ko'rsatuvimiz mehmoni Urganch tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Saidopa Xudoyberganova. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Saidopa, yoshligingiz qanaqa o'tgan? Ana shu paytdagi orzularingizga, maqsadlaringizga bugun erisha oldingizmi? Albatta erishdim. Yoshligim oddiy o'zbek oilasida, ota-onam bag'rida qiyinchilik ko'rganman deya olmayman. Tinch vatanimizda hamma bolalar kabi juda go'zal o'tgan. O'ylaymanki, bugungi kunda o'sha o'ylagan orzularimga erishganman, chunki ota-onam doim halol bo'lishni, qolaversa o'zgalarga nafi tegadigan farzand tarbiyalashga harakat qilgan. O'ylaymanki, buni uddalashgan. Kichkina paytingizda o'zi qaysi kasb egasi bo'lishni orzu qilgansiz va bugun qaysi kasb egasidasiz? Oldin bizning oilamiz tadbirkor oila bo'lgan, ota-onam. Keyinchalik onam tikuvchilik bilan shug'ullangan. Uyimizda ko'plab shogirdlari bo'lardi. Tikuvchilik men uchun begona bo'lgan. Hatto bemalol ayta olaman, tikish xonasiga qamab ham qo'yishgan, lekin mendan tikuvchi chiqmasligini. Demak, onangiz majburlagan. Shunday. Lekin mendan tikuvchi chiqmasligini bilardim. Keyin turmushga chiqqanimdan keyin mahalla fuqarolar yig'iniga xotin-qizlar tizimiga ishga kirganman va 10 yil shu sohada ishlaganman. Bilganmanki, bu ish aynan men uchun. Tushunarli. Shu borada boryapman mana hozir ham. Agar vaqtni orqaga qaytarish va o'tmishdagi o'zingizga, masalan, 20 yoshli talaba qizga maslahat berish imkoni bo'lsa, unga nimani maslahat bergan bo'lar edingiz? 20 yoshli qizga faqat olg'a degan bo'lardim. Chunki hamma narsa mehnat, bilim va sabr orqasidan keladi. Hatto xatolar orqasidan keladi desam ham xato bo'lmaydi. Chunki yoshlarimiz faqat bilim olishi, intilishi kerak. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Talab ham shunaqa, faqat yoshlar. Albatta, til o'rganish, bilim olish, mehnat va sabr. Saidopa, biz ko'pincha ayollarni zaifa deb ataymiz. Siz har kuni o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab ayollarning taqdiri bilan to'qnashasiz. Aytingchi, siz ko'rgan eng kuchli ayol kim? Ayol asli o'zi kuchli. Bunga isbot shu ish faoliyatimda 1000 martalab guvoh bo'lganman. Nogiron farzandini tashlab ketmagan ayol. Mana bu haqiqiy kuch. Nogiron turmush o'rtog'ini tashlab ketmagan ayol. Eng qiyin vaziyatda ham, har qanday vaziyatda, eng qiyinlarda nogironlar bilan qolganda yoki ichkilikka ruju qo'ygan turmush o'rtog'i bilan yashagan taqdirda ham oilasini saqlab qola olgan ayol eng kuchli ayol deb bilaman. Saidopa, bugungi kunda jamiyatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Sizning tumaningizda xotin-qizlarning ijtimoiy pozitsiyasi va kayfiyati qanday? Ayollar o'z muammolarini qanday yechyaptilar? Tumanimiz aholisi umuman ayollar, yoshlar juda faol ta'lim olishyapti, tadbirkorlik qilishyapti, o'z ustida ishlashyapti, intilishyapti. Bemalol ayta olaman, ular jamiyatda har doimgidanda faolroq. Hattoki ayollar o'z uylarida ham tadbirkorligini olib boryaptilar. Bunga guvoh bo'lyapmiz, mahallalarda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni ko'rib, shunaqami? Albatta. Har bir mahallaga, har bir qishloqqa kirsangiz, kooperatsiya usulida ishlar olib borilayotganiga guvoh bo'lasiz. Qolaversa, ayollarni oila bilan birga daromad topayotganini ko'rasiz. O'z uyida ishlab chiqarish qilyapti, o'z uyida tomorqasidan keng foydalangan holda, ko'p tarmoqli qilgan holda daromad topayapti. Ham ro'zg'orga qarayapti, ham daromadga, oila boshiga yordamlashyapti. Bilamizki, ayollar daftari tizimini yo'lga qo'yilganiga bir necha yillar bo'ldi. Ushbu daftar orqali xotin-qizlarning muammolarini yechishda qaysi yo'nalish qiyin kechyapti? Ya'ni uy-joy masalasimi yoki bo'lmasa sog'liqni tiklashmi? Umuman olganda bu muammolar qaysi biri qiyin kechyapti? Bilasizmi, har bir sohada qiyinchilik bor, har bir sohani o'ziga yarasha muammolari bor. Lekin ayrim hollarda barqaror bandlikni ta'minlash eng dolzarb masala bo'lib qoladi.
chunki doimiy daromad bir qancha muammolarga yechim bo'ladi, ijtimoiy muammolarga. Ya'ni bandlikni ta'minlash eng qiyin kechayotgan muammolardan biri. Saida opa, bugungi kunda bilamizki, ayollar daftari orqali xotin-qizlarga, ayollar daftarida ro'yxatda turgan xotin-qizlarga subsidiya yoki kreditlar ajratiladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tanish-bilishchilik qilinmoqda. Haqiqiy ehtiyojmand ayol qolib, sharoiti yaxshi ayollarga yordam berilyapti degan e'tirozlarga ko'zimiz tushadi. Bu xabarlarni o'qib qolamiz. Aytingchi, sizning tumaningizda ushbu moddiy yordamlarni yoki mablag'larni haqiqiy ehtiyojmand ayollarga taqsimlanishida o'zingiz qanday nazorat qilyapsiz bularni? Bu masalada ochiqlik, shaffoflik asosiy maqsad hisoblanadi. Har bir tushgan murojaat bo'yicha mahalla yetiligi bilan birgalikda o'zi o'rganadigan ishchi guruhlarimiz bor. Aynan men ham o'sha ishchi guruhlardan ko'pchiligida qatnashaman, deputatlarimiz qatnashadi. Hozir bilasiz, mana mamlakatimizda raqamlashtirish ishlari olib borilyapti. Har bir bu yerda bitta kishining fikri bilan moddiy yordam yoki biron bir narsani taqsimlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Ishchi guruhni fikri, ularni xulosasi inobatga olinadi. O'ylaymanki, har bir berilayotgan moddiy yordam davlat ta'minotidagi aynan muhtoj bo'lgan shaxslarga yetib borilishida zarur chora-tadbirlar olib borilyapti. Demak, to'g'ri taqsimlanyapti tumaningizda ushbu mablag'lar. Tushunarli. Saida opa, oilaviy masalalarga ham to'xtalib o'tsak, bilamizki, mahalla va hokimliklar huzurida oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari o'z faoliyatini olib bormoqda. Agar ushbu komissiyalar faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish bo'yicha bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirishadi. Ammo majburiy tarzda oilalarni yarashtirib qo'yish ayollarga yanada ta'ziyq ostida qolishiga sabab bo'lmaydimi? Majburiy yarashtirish hozirgi yoshlarda umuman bu ishni qila olmaysiz. Bilasizmi? Oilani qachon yarashtira olasiz? Ishonch bo'lsa. Shunday holatlar bo'ladi, ishonch umuman darz ketgan holatlar bo'ladi. Bunday holatlarda ayolni xonadonga kirgizish bu uni taqdiri bilan o'ynash bilan bir xil yoki bu joyda jinoyat kelib chiqishi mumkin. Shunday paytlarda biz ham chekinamiz yoki bo'lmasam markazlarimiz bor. Birlamchi ko'mak markazlarimiz, qolaversa mana reabilitatsiya markazlarimiz endi o'sha holatdan kelib chiqib turib, o'sha markazlarga ayollarni joylashtiramiz. Himoya orderlari bilan ularni himoya qilamiz. Maqsad faqat yarashtirish emas bu yerda. Ayolning huquqlarini himoya qilish. Tushunarli. O'zingizning shaxsiy tajribangiz qanday oilalarni yarashtirish bo'yicha? Oilalarni yarashtirish bo'yicha endi 12 yillik tajribamdan kelib aytishim mumkin. Oldinlari yarashtirish osonroq bo'lardi. Nimaga oldinlari, hozir emas? Bilasizmi, hozir yoshlarimiz o'z haq-huquqlarini yaxshi biladi. Talab qilishadi, karyera qilishga intilishadi. Endi bu deganim oilani tashlab qo'yishadi deganim emas, bundan yiroqman, lekin oldinlari haqiqatdan ham ajrimlar soni kam bo'lgan. Hozirgi kun bilan solishtirsangiz, hozir qizlarimiz ham o'ylanib turmush qurishadi, yigitlar ham mana o'zimiz hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Yoshini 25 yoshdan keyin turmush qurishyapti. Oldinlari 18-19 yoshda yigitlar ham turmush qurishga rozi bo'lishgan. Hozir unaqa emas. Bunga keyingi yillarda gender tenglikning kirib kelishi sabab bo'lmayaptimi? Balki sizningcha? Balkim gender tenglikdir, internet oqimining ta'siridir. Bu ham yaxshilikka, hamisha tanganing ikki tarafi bo'lgan. Qizlarimiz ilm olib, mana davlat rahbarimiz juda chiroyli gap aytadi har yig'ilishida, har safar yoshlar bilan uchrashganda. Qizlarimiz ilm olsin, ilmli bo'lsa, mani nabiralarim bizni kelajagimiz chiroyli tarbiyalaydi degan ma'noda gapirib o'tadi. Haqiqatdan ham o'sha ilm olgan qizlarimizni, bilimli, masalan, oliygohlarni bitirib keyin turmush qurgan qizlarimizni oilasi mustahkamroq bo'ladi. Oilani qadriga ko'proq yetishadi. Farzandlar tarbiyasida juda ham e'tiborli bo'lishadi. Ularni bo'sh vaqtlarni unumli qilishga harakat qilishadi. Doim guvoh bo'lamiz shu narsalarga. Tushunarli, rahmat kattakon Saida opa. Oxirgi paytlarda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq holatlarini oldini olish juda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tumaningizda himoya orderi berish ko'rsatkichi qanday va bu himoya orderlari xotin-qizlarning huquqlarini tiklashda qay darajada yordam beryapti? Himoya orderi, bilasizmi, bu jazo emas. Bu insonlarni himoya qilish mexanizmi.
Bu yerda nafaqat ayol himoyalanadi, balki oila, farzandlar ham himoyalanadi. Himoya o'rzero orqali bir qancha oilalarimiz yarashib ketgan. Bunga qanday yarashgan desangiz, masalan, turmush o'rtog'i yoki kimdandir aziyat chekayotgan ayol, bu ona ham bo'lishi mumkin, bu qaynona, singil, qo'ni-qo'shni munosabatlari bo'lishi mumkin, faqat er-xotin munosabati emas. Aynan shunday holatlarda mana shu himoya o'rzero orqali ikkinchi tomonga, ya'ni zo'ravonga tushuntirish ishlari olib boriladi qonuniy jihatdan va u o'zini harakatiga baho beradi. 1 oy muddatda oraliq saqlangan holda ularni munosabatlari, oilaviy qadriyatlari tiklanadi. Bunga ko'p bora guvoh bo'lganmiz, chunki bilasiz, inson uzoqlashgan sayin o'sha insonni qanchalik hayotiga muhimligini, uni insonni qadrini sezadi. Ana shunday holat orqali mana shu himoya orderlar yarashtirishga ham sabab bo'lgan holatlari ko'p. Eng uzoq muddat qancha himoya orderini berish? 1 yil, 1 yilgacha bera olamiz, chunki vaziyatdan kelib chiqib oila sog'lomlashmasa, muhitda o'sha barqarorlik kelmasa, yana muddat suriladi. Agar 1 yildan keyin ham davom etsa-chi bu vaziyat? Bunday holatlarda ayol qaror qiladi keyingi taqdiri uchun. Joylarda xotin-qizlar bilan ishlashda sizni eng ko'p tushkunlikka tushiradigan vaziyat qanday? Yoki aksincha, nima sizga turtki bo'ladi? Nima sizga motivatsiya beradi? Eng qiynaydigan holat, Sevaraxon, bilasizmi? O'z muammosini juda ko'p vaqt yashirib yurgan ayolni taqdiriga guvoh bo'lish. Chunki kasallik o'tgan sayin uni davolash qiyin. Oilada ham xuddi shunday. Eng quvontiradigan narsa bu insonlarga qilgan yaxshiligining mevasini ko'rish. Yillar o'tib menga shunday qilgan edingiz degan gapni eshitish hozirgi rahmatdan ko'ra ko'proq ta'sirli va ishingga yana ham mehrni uyg'otadi. Eng katta kuchni shu beradi sizga. Albatta. Saida opa, bir kunlik ish grafikingiz qanday ko'rinishga ega? Bir vaqtning o'zida ham ma'muriy ishlarga, ham hududdagi muammolarga qanday vaqt ajratasiz? Ish grafikimiz imkon qadar 1 haftalik rejalashtirilgan bo'ladi, lekin ko'pincha o'zgarishlar kiritilishiga to'g'ri keladi. Ertalab boshlanadi ish kunimiz. Qabullar, murojaatlar eng birinchi o'rinda turadi. Qolaversa, mana yig'ilishlar bo'lib qolishi mumkin. Hududlarda uchrashuvlar bo'ladi. Imkon qadar vaqtni tejashga, samarali foydalanishga va jamoa bilan hamjihatlikda samaraga erishishga harakat qilaman. Bir vaqtning o'zida ushbu kasb, mas'uliyatli kasbingizdan tashqari ham ona, ham rafiqa, ham kelinsiz. Ushbu vaziyatlarda oltin muvozanatni qanday saqlaysiz? Bu muvozanatni men saqlayman desam xato. Chunki buni oila a'zolaringiz saqlaydi. Sizni o'sishingizda, ishlashingizda, ta'lim olishingizda yaqinlaringizni fikri, ularni qo'llab-quvvatlovi juda muhim. Shaxsan menda oilamda farzandlarim, qaynonam, turmush o'rtog'im, ota-onam qo'llashadi. O'ylaymanki, menga bunga hojat yo'q. Ularni qo'llovidan ishlayapman hozirda. Ishdan kech borgan paytlaringizda eringiz yo'q, endi ishlamaysan, uyga erta kelasan degan paytlar bo'lmaganmi? Hech qachon bo'lmagan. Biladi, harakat qilaman yoki bo'lmasa mana hozir zamon rivojlangan, telefonda farzandlar orqali uy ishlarini boshqarishga harakat qilaman. Ulgurishmagan taqdirlarda ham yordamga kimnidir chaqirib, hamma ishga ulgurishga harakat qilyapmiz hozircha. Tinimsiz ishdan keyin siz ruhiy quvvatni, ya'ni energiyani qayerdan olasiz? Ruhiy quvvatni oiladan. Menimcha har bir ayol oiladan olsa kerak, chunki uyga borib farzandlaringizni ko'rish, ularni sog' salomat ekanligini ko'rishni o'zi katta kuch beradi. Doim uyga borganimda farzandlarimni quchib, ular bilan suhbatlashib, oilada kuch-quvvat olaman. Saida opa, kelgusida sizni qanday inson sifatida eslashlarini xohlaysiz? Lavozim o'tadi, vaqt o'tadi. Men kelgusida adolatli, haqiqatparvar inson sifatida eslanishni xohlayman. Mehribon ona, mehribon buvi sifatida eslanishni xohlayman. Insonlarga yordamim tegib, meni yaxshi nom bilan eslashlarini chin dildan istagan bo'lardim. Bugun hayotda o'z yo'lini topishga qiynalayotgan xotin-qizlarga beradigan eng katta maslahatingiz? Maslahatim hech qachon to'xtashmasin. Qiyinchiliklar hammada bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Kim baxtli? Qiyinchilikni yenggan baxtli. O'ylaymanki, bugungi kunda yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalangan har bir ayol albatta baxtli bo'ladi. Albatta o'z maqsadiga erishadi. Shu o'rinda kelgusidagi rejalaringiz va maqsadlaringiz haqida ham aytib o'tsangiz. Kelgusidagi rejalarim albatta har bir ayol orzusi, rejasi farzandlar kamolini ko'rish, yurtga, o'z millatiga manfaati tegadigan nabiralar tarbiyalash, farzandlar tarbiyalash. Qolaversa, xotin-qizlar, oila va xotin-qizlar tizimida bir qancha niyatlarim, loyihalarimni bor o'ylagan, shularni amalga oshirish, xalqqa manfaatli xizmat qilish. Rahmat kattakon, bundan keyingi ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sizni yana bir bora ko'rsatuvimizda xush ko'rdik. Rahmat sizga ham. Lavozimlar o'tkinchi, hisobotlar esa shunchaki qog'oz. Eng muhimi, qabul qilinayotgan qarorlar ortida bitta bo'lsa ham ayolning, bitta bo'lsa ham oilaning taqdiri ijobiy tomonga o'zgarishidir. Chunki ayol baxtli yurtning kelajagi doimo yorug' bo'ladi. Siz ayol va jamiyat ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yana efir soatlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.